Shunaqa. Shuning uchun biz g'azablanganda, nafratlanganda yoki yig'laganda, siqilganda, tushkunlikka tushganda biz oldimizga yaratuvchi kelmaydi hech qachon. Biz oldimizga qachon keladi yaratuvchi? Vibratsiyamiz baland bo'lganda keladi. Boramiz o'zimiz. Vibratsiyamiz orqali biz bog'lanamiz unga. Shunaqa. Biz qanchalik nafratda, alamda, tushkunlikda, yig'lovda, siquvda bo'lsak, biz pastki vibratsiyalarga bog'lanamiz. Past vibratsiyali nimalarga bog'lanamiz, mavjudotlarga bog'lanamiz. Shunaqa. Buni har doim esda bo'lish kerak. Tushkunlikka tushdi olin, sirasi anaqa qilish kerak, ko'zni ochish kerak. Уже nega men tushkunlikka tushadigan vaziyatda o'zi yo'l qo'ymaslik kerak. Inson o'zi mana shu polniy hayotini yo'lga qo'lga soladi-ku, unaqa vaziyatning o'zi bo'lmaydi. Yaqinlasha olmaydi. Past vibratsiyali insonlar ham yaqinlasha olmaydi. Past vibratsiyali mavjudotlar ham yaqinlasha olmaydi. Vaziyatlar-ku tagi-tag yaqinlasha olmaydi insonga. Vibratsiya har doim insonda yuqori bo'lishi kerak. Har doim xursandchilik his qilish kuchaytirish kerak. Xursand bo'lib demayman endi. Mana inson ongli ketish kerak-da hamma narsani. Yaxshi ko'rib yashash kerak-da hayotda. Yaxshi ko'rib yashash kerak hamma narsani. Nimadir yaxshi ko'rmoqchi bo'lsang, Alloh uchun yaxshi ko'rish. Hammasini Alloh uchun bajarish. Alloh uchun yaxshi ko'rishda, Alloh uchun yashash. Shunaqa. O'zi hamma anoni beradi. Hayotda juda ham ko'p buni guvoh bo'lyapman. Hayron qolasizda. Bu hozir o'zingiz ham o'sha hayron qolib boshladingiz. Qanchalik